Assalomu alaykum. Murodjon va Muxtorjon Optimchi aka-ukalarda YouTube'dagi muntazam qo'llab-quvvatlab turuvchi qadrli obunachilar. Barchalaringizga o'tkazayotgan kunlaring fayzi barakatli bo'lsin. Bugun 2025-yil 21-noyabr hafta kuniga Saidul ayyam juma. Barchalaringizga juma ayyomi muborak bo'lsin. Kecha o'zi xonadonimizga kelgan qo'zi-qo'chqorlarimiz sotilgan. Bular haqida ma'lumotni Ozodlik.uz YouTube kanalida ma'lumotini berganmiz. Sotilganlarni ham xohlasa chiqazib boramiz va'da berganmiz. Va'daga vafo qilgan holatda bugun sotilgan qo'ylarimiz qanchadan sotildi, qayerga sotildi ma'lumotini berib boraveramiz. Qo'ylarimizga emlash ukorlarini ham bir qator qilib, obunachilar uchun boqishga tayyor qilib beramiz. Hozir ekranda ko'rinib turgan kechagina mana buni qo'zlarimizni chiqarganmiz mana. 3.500.000 so'mdan bir joyga chiqarganmiz. Toshkent Parkentga sotildi. Qo'zi-qo'chqorlarimiz quloqlari butun, bemalol qurbonlikka tarbiya qilsanglar, mana shu qo'zi-qo'chqorlarimiz tayyor holatga keladi. Bu ikkalasini 4.200.000 so'mdan qo'yganmiz. Mana quloqlari butun holatda mana. Hammasini qulog'i butun. Yeb icharlariga 3 kun sinovlari bor. Yemasa ichmasa qo'y bizga-da. Hop bu ikkalasini qo'shib 3.5 milliondan 7 million bo'ldi. Bunisi ikkalasi 4.200.000 dan bo'ldi. Hop hammasiga 100.000 so'm xayri bo'ldi. Toshkent Parkentga sotildi. Endi bu qo'ylarga xudo xolasa chiroyli qilib ukorlarini qilib, emlamalarni qilib beramiz. Olgan dehqonlar ham xudo xolasa baraka topib maza qilib boqishadi. Bunga nima qo'llaniladi? Mana har doimgidek Evermectin. Evermectin qo'zilarimizga 1.5 grammdan qilsa bo'ladi. Katta qo'chqorlarimizga 2 gramm teri ostiga qilinadi mana. Bismillah. Mana. Ozgina bu qo'yni notinch qiladi, lekin ziyoni yo'q. Foydasi bo'lsa borki, ziyoni yo'q. Kattalarimizga mana 2 grammdan qilinaveradi mana. Bunisi Toshkent Parkentga sotildi. Hoji tog'amizga berdik. Xudo xolasa baraka topsinlar. Shopirlarimiz kelgan. Dastlabkilarda muammo yo'q, bemalol aloqaga chiqaversa, dastlabkilarimiz butun O'zbekiston bo'yicha bor. Qolgan qo'ylar haqida ham ma'lumot beramiz. Hamma qo'ylarimiz xudo xolasa sotilayapti, inshaalloh. Xonadonimizga arzon qo'zi-qo'zlar kelyapti, qo'chqorlar. Xudo xolasa ko'pchilik bundan bahramand bo'lyapti. Mana. Bular mana multivit mana. Aytib o'tmayapmiz, mana multivit immunitetini oshiruvchi, ishtahasini yaxshilovchi. Bundan buyog'iga sovuqda immunitetlar tushib ketadi qo'ylarda ham. Shuning uchun immunitetini oshiruvchi ko'r qilinadi. Bismillah. Qani mana. Bular 5 grammdan qo'llanilaveradi mana. Buni ziyoni yo'q, foydasi bo'lsa borki ziyoni yo'q mana. Bismillah. Hop mana. Bularga 5 grammdan, kichkinalariga 3 grammdan qilinadi. Buni har haftarini 10 kunda qilsa bo'laveradi. Hop. Evermectinda haftarini har 1 oyda qo'llab turish kerak. Qo'ylarda tashqi ichki parazitlariga juda ham foydasi yaxshi mana. Bularga 3 grammdan qo'llasa bo'laveradi. Bular chunki yoshroq, bulardagi o'sha 3 oylik atrofida. Kattalari 9-10 oylik atrofida. Hop, Toshkent Parkentga sotilgan qo'zi-qo'chqorlarimiz mana. Hop. Shopirga tayyor qarab turibdi mana. Ko'k kraska sepildi mana. 3.5 million so'mdan ikkalasi 7 million bo'ldi. Bular 4.200.000 so'mdan. Ikkalasi 8.400.000 so'm. O'sha summaga Shopir aka 100.000 so'm kam olasiz. 3.5 dan 7 million, 4.200.000 so'mdan 100.000 so'm kam olasiz. Toshkent Parkentga sotildi. Xudo xolasa tog'a baraka toping, yaxshi kunlarga nasib qilsin. Doim bittasini hammasini puliga soting. Doim mashq qo'y, juni qancha serob bo'lsa, shu sayin baraka toping. Xudo xolasa keyin qolgan ma'lumotni ham beraveramiz. Pauza qilib turamiz. Obunachilar mana oltariqqa sotilgan qo'zi-qo'chqorlarimiz yuklash jarayonlari mana. Kraskalangan holati, tayyor holatda yetib boradi. Xudo xolasa olib borib, bemalol yemga tashlayverasizlar. Yemlashda muammo yo'q. Shopir akalarimiz doim xizmatda mana. Yuklash jarayonlari mana. Ha jonivorlar. Mana. Sirazi 631 lav akamiz doim xizmatda. Xudo xolasa vodiy bo'yicha bemalol aloqaga chiqarasizlar. Mashinamizda 10 ta 12 ta qo'y ketadi mana. 4 million 50 dan bo'ldi. Suyug'i qo'yig'i bo'ldi mana. Qo'zilar lekin zo'r xudo xolasa mana. Olavering, narigini oling. Mana. Ha jonivor. Mana. Xizmatlari o'zimizda mana. Yuklash, xudo xolasa chiroyli qilib mana. Ha jonivor. Oltariqqa sotilgan qo'ylarimiz xudo xolasa ana yuklash jarayonlari. Qo'zilar zo'r xudo xolasa arzon bo'ldi. Bu narxda bozorda ham olish qiyin. Yeb-ichar sog'lik salomatliklariga bir hafta sinovlar, ukor vaksinalari, dastlabki xizmatlari mutlaq besplatniy holatda yetib boradi. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasi bersin. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aka-uka optimchilarda doim arzon. Assalomu alaykum aka-uka optimchi Murodjon va Muxtorjonlarda aziz obunachilari. Kecha 20-noyabr kuni qo'yilgan qo'zi-qo'chqorlarimiz bugun mana 21-noyabr kuni sotuvni boshladik xudo xolasa. Bu 3-partiya chiqarishimiz mana kecha qo'yilgan 3.200.000 so'mdan toza hisob qo'zi-qo'chqorlarimiz. Ularni optim 3.150 dan qo'yganmiz. Bunisi 3.150 ga sotildi. Bunisi 3.200.000 so'mga sotildi. Haqiqiy hisob. Quloqlari butunidan mana. Bularga ukor vaksina qilinmaydi. Har yoshligi uchun. 1 oydan keyin ichki tashqi parazitlariga Evermectin qilsa bo'ladi. Yutali yo'q, kasal kusali yo'q qo'zi-qo'chqorlarimiz sotuvda.
Davomi bor, aloqaga chiqaverasizlar, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bu Andijon asakasiga sotildi. Xudo xolasa dastlabkamiz mana ukamiz kelganlar, Shofir ukamiz. O'tiribdilar. Dastlabkilarni xudo xolasa yetkazib olib berildi. Kanalga bitta like bosib qo'yinglar. Dastlabkilardan muammo yo'q. Yeb-ichaklarga har doimgidek aka optimchilarda 3 kun sinovlar bor. Yemasa, ichmasa qo'y bizga tan, yog' sotanga rahmat qilasiz. Kanalga like bosib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Yana aka optimchilarda aziz obunachilar. Bugungi sanamiz yana 21-noyabr, hafta kuniga. Juma sayidlarga, juma ayyomi muborak bo'lsin. Kanalga bitta like bosib qo'yasizlar, qadrli obunachilar. Kecha Ozodbek uz kanaliga qo'ygan qo'ziqochqalarimizda yana sotilganlar bor. Xudo xolasa hammasini sotilganlarni chiqazyapti. Hozir ular ham sotilgan, ulardan ma'lumot beraman. Bu kecha qo'ziqochqarimiz, kashtan qo'ziqochqarimiz mana. Dumbalar o'ta ham holatda, raketa holatda. Bunisi kichkinaroq, bunisi kattaroq. Esingizda bo'lsa 4,5 millionga 4 million so'm qo'yganmiz. Bu asosiy zoddor, kichkinaroq nasldor qo'ylarda aytilgan narxida sotiladi. To'g'ri tushunasizlar. Optimga qo'yilgan narxlarda ularda kelishilaveradi. Chunki bular nasldor o'zimizga ham qimmatroq keladi. Hop buni 4 million qo'yib, buni 4,5 qo'yganmiz. 4 millionga 4,5 millionga 4 million 8,5 million Andijon shahar holiga tog'amizga sotildi. Mana buni qo'ziqochqarimizda 1,5 oylik, 2 oylikka yaqin qo'chqor. Buni 2,5 million qo'yganmiz. Buni 2,5 millionga uchalasi bir joyga ketdi. Andijon Shahnoxonga ketdi. Bularga ham har doimgidek obunachilarga bonus sifatida emlamalar qilib beriladi. Multivit 5 grammdan. Mana bismillah. 5 grammdan qilinadi mana. 10 ni bosib qo'yiladi. Yaxshilab tarqatib yuboriladi. Bo'lmasa 10 ni bezib qoladi. Tarqash qiyin bo'ladi mana bismillah. 5 grammdan qilinadi. Qo'ziqochqarimizga hech narsa qilish shart emas, chunki u hali yosh, organizmiga umuman hech narsa shart emas. Multivit qilindi. Endi ivermekdan qilinadi. Qo'zilarimiz xudo xolasa ideal holatda. Buni sotiladi, ertaga olib sotilsa ham xudo xolasa yaxshi pulga sotiladi. Shahroxonlik tog'amizga nasib qilgan ekan, baraka topsinlar iloyim mana. 4 gram qilinadi, 2 gramdan. Bunga 2 gram, bunga 2 gram mana. Teri ostiga teri tortiladi. Yotiq holatda shpris sanchiladi, 2 gram. Buni ham ezib tarqatib qo'yish kerak. Bezib qoladi bo'lmasa mana. Mana. Bular xudo xolasa 1 oygacha mashq qilingan ko'r yetadi, yevermaydi. 1 oygacha. Xo'p. Multivit har 10 kunda qilinadi mana. 4,5 millionga 4 million, 2,5 million so'm Andijon Shahronga ketdi. Xudo xolasa simjunidan mana shunaqa nasldor tozalardan boqaman degan aloqaga chiqaverasizlar. Aka optimchilarga kelyapti mana simjun mana. Jun umuman olinmaydi mana. O'z juni ham mana. Yunga ham qattiq yun qo'lga botadigan mana. Haqiqiy hisorini elitnilari mana shu bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, Sariq qishlog'i, Shovon mahallasida. Aka optimchilar Murodjon va Muxtorjonlar salang xudo xolasa. Uyda ham ko'rsatib berishadi, manzilimiz ham, lokatsiyalarimiz aniq. Kanalga obuna bo'lamiz. Podlitsa like bosib qo'llab-quvvatlab tursalar, xudo xolasa mana arzon qo'ziqochqar, sifatli nasldor qo'ziqochqarlar bizning kanalda bo'ladi. Like bosib turing. Assalomu alaykum. Aka optimchi va Murodjon va Muxtorjonlar ashaddiy obunachilar, YouTube'da bizni muntazam qo'llab-quvvatlab turuvchi qadrli obunachilar. Sizlar uchun biz yana harakatdamiz. Kecha Ozodbek uzga 20-noyabr kuni qo'yilgan Ozodbek uz kanaliga qo'yilgan qo'ziqochqarlarimiz hammasi sotilyapti, xudo xolasa. Ma'lumotlarni berib boraveramiz. Ozodbek uzga ikkinchi partiyamiz chiqmay qolgan qo'ziqochqarlarimiz bor edi. 3 million 600 ming so'mdan edi. 3 million 600 ming so'mdan soni 4 ta. Bu ekranda ko'rib turganlaring 4 tasi 3 million 600 ming so'mdan. Hop, Rishtonida. Rishtonga ketdi. Hop, 3 million 150 ming so'mdan qo'yilgan qo'ziqochqarlarning 3 million 100 ming so'mdan 5 tasi hammasi mana dumbalari kelishgan holatda. Quloqlari hammasi mana buz-butun holatda mana. Quloqida eni yo'q. Bularning 9 tasi bir joyga bo'ldi 3 million 600 ga. Hop, 3 million hop 100 ming so'm. Xayriga hammasidan 200 ming so'm o'tib berdik. Bulardan 25 mingdan kam bo'ldi. Bularga ham 25 ming so'mdan kam bo'ldi. Endi bularga nima qilib berilyapti mana? Kechishdan oldin xudo xolasa bizni qo'limizdan chiqayotganda mana multivit minerallari qilinadi. Mana bular kichkinaligi uchun, kichkinaligi ozroq qilinadi, kattalarga ham 5 grammdan qilinaveradi. Ko'taraveradi 5 grammdan mana. Bismillah. Mana. Qadrli obunachilar, xudo xolasa aka optimchilardan qo'y xarid qilsalar, inshaalloh emlamalari qilingan holatda yetib boradi. Bismillah. Qani? Obunachilar bittadan like bosib, aka optimchilarga a'zo bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa. Mana shunaqa arzon qo'ziqochqarlar chiqyapti. Xonadonimizda bozorda ancha arzon holatda sotilyapti. Dastlabkilarimiz bemalol O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Bunisi xudo xolasa Rishtonga ketdi. Inshaalloh olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. Buni qilayotgan ko'rimizni ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin. Bu immunitet oshiradi, ishtahasini yaxshilab beradi. Shuning uchun 5 grammdan qo'llab bularni qilib berilyapti mana. Kichkinalariga mana 3 gramm.
Uchtasiga 10 gram qilinaveradi. Kattalarga 5 gramdan qilinadi. Bu ishtahasini ochib beruvchi, immunitetini oshiruvchi foydadan xoli narsa emas, faqat ishtahasini yaxshilab beradi. Shuning uchun 3 gramdan narsa. Mana bismillah. Xudo xolasa emlamalarga to'liq hamma yoq qilib jo'natiladi mana. Ikkitasiga 6 gram. Ikkitasiga 6 gram. 3 gramdan qilinadi. 3 gramdan emlamalarga to'liq bo'lyapti. Aka optimchilarga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa mana qo'zi qo'chqorlarni chiroyli holatda yetkazib mana quloqlari butun 3 million 150 dan qo'yib 3 million 75 ming so'mdan bir joyga berdik 5 tasini. Bo'yoqlari mana Ozodbek o'ziga syomka qilingan, lekin texnik sabablarga ko'ra syomkaga chiqa olmay qolgan. Mana kashdan qo'zi qo'chqorlarimiz dumbalar raketa holatda maza qilib xudo xolasa olganga ham sotganga bo'ladi. 3 million 600 ming so'mdan juda ham polvon qo'zi qo'chqorlar sotildi. Endi qadrli obunachilar uchun xudo xolasa yana izlanishda davom etamiz. Yana qolgan qo'zi qo'chqorlarimiz ozgina qoldi, xudo xolasa. Ozodbek uzda yaxshi sotilyapti. Ukamizning kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube'da Ozodbek uz deb yozsalaring ukamizning kanali chiqadi. Xudo xolasa ukamizda ham yaxshi qo'zi qo'chqorlar chiqib turadi. Xo'p. Mana. 22 ta. Mana. 22 ta. Bular 2 gramdan qilinadi, kichinalarga shart emas, kattalariga kak polojni qilib beriladi. Kichinalarga shart emas, yana birar oylarda qilinsa bo'laveradi. Buni oylik yosh kichina bo'lganligi uchun bularga shart emas. Mana. Mana. Teri ostiga bu ozgina achishtiradi, shuning uchun qo'yda ozgina notinchlik bo'lishi mumkin mana. Bundan hech ham xavotir olmanglar, ozgina qo'yda notinch qilishi mumkin. Mana emlashlari bo'ldi. 1 oyda 1 metrdan ivermektin qilinadi. 1 oyda 1 metrdan ivermektin. Har 15 kunda 1 marta multivit minerallari qilinsa, qo'y ishtahasi yaxshilashadi. Tashqi tomondan ivermektin himoya qilib turadi ichki tashqi parazitlarga. Kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar, aka optimchilar doim trendda inshaalloh. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqishloq 2025-yil 21 noyabr kuni xudo xolasa Ozodbek yuziga qo'yib, mana hammasini sotib, hammasi shu kanalimizga sotilganlar video qiladi. 3 million 75 mingdan 3 million 575 mingdan bu yoqqa sotildi. Hop, Rishtonga ketyapti. Aka olganga ham, sotganga ham Alloh barakasi bersin. Kanalga like bosib obuna bo'lib turinglar. Hali zo'rlari oldinda. Aziz obunachilar, aka optimchining aziz obunachilari mana Rishtonga sotgan 9 bosh 3 million 75 ming so'm, 3 million 575 ming so'mdan bo'lgan qo'zi qo'chqorlarimiz dastlabki jarayonlar, ukar vaksinalari qo'ldan kelganicha qilib berilyapti. Xudo xolasa mana endi yuklash jarayonlari xudo xolasa 391 Shopir akamiz doim vodiy bo'yicha xizmatda. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Akamizda xudo xolasa chiroyli qilib qo'yiladi tushirib, Shopir aka 3 million 75 ming so'mdan 5 tasiga, hop 4 tasiga 3 million 75 ming so'mdan plov olasiz. Xudo xolasa chiroyli qilib dastlab keladi, yetkazib beriladi. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur arzonchilar, optimchilar yig'ilgan qishloq. Sariqishloqda aka optimchilar muhtojjon va murojaatchilarning xudo xolasa xonadonlardan kesalarning ishlarini qilib bitirib beramiz. Mana arzimagan qo'yimiz qoldi, xudo xolasa bular ham sotilish jarayonida. Kommentariyada bang'illatib turganlarda Alloh rozi bo'lsin. Dastlab kelamiz O'zbekiston bo'yicha bor, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Doimo sizlarning xizmatingizda aka optimchilar. Aka mana assalomu alaykum. Mana men sizga aytgan qo'ylar mana shu qo'ylar. Mana qarang, ajratib qo'yganmiz. 3 tasi bir-biriga par, 4 tasi bir-biriga par mana. Mashqo'zi qo'chqorlardan tanlayvering, xudo xolasa. Uzuniga ham uzun mana, o'zi tulashga kelib mana. Tulovga kelib qolgan. Mana bular o'zi tulab bo'lgan mana. Simjun mana. Juni ham juda sifatli, ham uzunligiga yaxshi mana. Jonivorlar mana. Gazli, yaxshi narsalar mana. Hammasini junini ushlasangiz, juni ajoyib chiroyli. Dumbalarga ham e'tibor beraverasiz mana. Bo'ylari mana shu aka 75 sm mana. Chaqa-paqasi yo'q aka, qo'tir-po'tiri, bunni oqqon, yutal-po'tali yo'q. Xudo xolasa sinov bor 3 kun mana. Gaziga yaxshi qo'zilar mana. Tepadan ko'rsangiz ham mana yonboshda mana. Uzunligi yaxshi mana. Bu kelgingisi bu 3 ta, 4 ta bir xil bo'lganligi uchun 3 tani addini qilib qo'yganmiz mana. 3 taga 4 ta mana. Mana yutal-po'tali yo'q, chaqa-paqasi yo'q, xudo xolasa. Bunni oqqon, yashur-pashur unaqa narsasi yo'q, g'ubor yo'q, toza narsalar. Qaysi biri tushsa aka, mana olsangiz, xohlang bir joyda oling aka, 7 tasini. Xohlang 4 ta tanlang, xohlang 2 ta tanlang, farqi yo'q. Hammasi o'zining narxi bilan bo'laveradi mana aka. Agar ma'qul kelsa, shulardan tanlayverasiz mana. Zo'r qo'zilar.